Nikoh o'zi nima? Nikoh bu ikki yoshi o'rtasida kelishgan Allohning oldida ularni bergan va'dasi. Ikki inson orasida bo'lgan. Agar ular ajrashsa ham ikki inson ajrashadi. Lekin ularning hayotiga aralashib, ularni hayotini buzganlar, ular ajrashmaydi. Qizig'i shunda. Agar ular aralashmasa, shu ikkita yosh yashab ketadi. To'g'ri, biz ko'p gapiramiz qaynotani, qaynonani, lekin shular sababchi bo'lib qolyapti. Bularni to'g'ri yo'lga yo'llab, mehr berib, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rniga ular yo'q joydan janjal chiqarib, kerak emas narsani katta qilib chiqarib, janjalga olib borib farzandlarimizni orasiga sovgarchilik tushirishyapti. Yo'q narsadan. Misol uchun kelinini xonasiga kirib, uni narsasini titkalash, uni kiyimini olish. Men hisoblayman, bu eng past tabaqadagi odamlar, insonlar bu ishni qiladi. Chunki bu shaxsiy, juda ham shaxsiy narsa bu. Sahal biz egoizmimizni kontrol qilishni bilishimiz kerak. Ana o'shandagina farzandlarimizning hayoti yengilroq bo'lardi. Ularni nabarot hayotini yengillashtirish o'rniga biz ularning hayotini murakkablashtirib qo'yapmiz.